Assalomu alaykum aziz obunachilar, sotiladigan 2 bosh yaqin bo'g'oz sigirlar bor. Mana yaqin bo'g'oz. Pullar arzon, yelinlar qarang, yelin sop qo'ygan. 15-20 kunlik hozir. 15-20 kunda tug'adigan, qop-qora chiroqligidan turishdi qarang. Bu nechinchisiga bo'g'oz? 3-siga bo'g'oz. 3-siga bo'g'oz. Chandirli, juda. Chandirli. Turishdi qarang mana. 3-siga bo'g'oz. Kurey 8, 3-siga bo'g'oz. Puli necha pul bo'lsin? Puli yaqin sotiladigan qilib aytamiz, 17,5 million jicha xayriga. 17,5 million jicha kam bor ekan, xayriga o'tib berar ekan. Vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida. Ana mana yelinda qarang. Yaqinda. Buruga hisoblab olaverar bo'yi. Bo'yi 1.10 ekan. Bunisini qarang. Bu nechinchisiga jigar? Bu birinchisi hali bo'zek. Birinchisiga bo'g'oz. Necha oylik bu? O, yelinlar ham dahshati. Ana yelin. Ha? Yelin sop popdi, ha? Tug'adi bu ham bir haftada. Bir haftada tug'adi. Nechinchisiga? Birinchisiga bo'g'oz. Kuragi yo'q. Birinchisiga bo'g'oz. Kuragi yo'q. Kurek yo'q ekan mana. O yelin sop popdi mana. Yuvashlar mana. Buni bo'yi necha oshna? Yuvashlar mana. O'tiyo. Bu ham 1.10 ga hisoblab olaversin. 1.10 ga? Hisoblab olaversin. 1.10 ekan bu. Kuragi yo'q hali bo'zek. Kurek yo'q ekan. Endi chiqarar ekan. Sigir qilib olaman deganga tavsiya qilaman, qarang. Yelinlar sop qo'ygan. Yelinlar sop bo'lib turishdi qarang, chiroqli. Ana qarang, ana. Chiroqli xonajon. Buni puli necha pul? Buni ham 17,5 million jicha. 17,5 million xayri bor ekan, o'tib berar ekan. Kami ham bor. Aytilgan muhola muhimmat, telefon qilib tortishib talashib olaverasizlar akalar. Mana bag'idan. O'ta chiroqli. 1.10 ekan, buni ham bo'yi. Buni ham bo'yi 1.10 ekan, 3-chisiga yaqin bo'g'oz so'raganlarga. 17,5 milliondan kami bor.